Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Habibullo Alijonov, 94-yilsiz. Hı, Qayerdan keldingiz? Namangandan. O'zizdanmi? Tumanidan. Неспецифический язвенный колит, субтотальное поражение толстой кишки, выраженная активность сигмовидной и прямой кишки. Qachondan beri kolit bo'lib yuribsiz? Biroz 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Belgilari. Hozirgi asorati Yozilishingiz necha marta? yozilishim 3 martaga tushib qoldi. Siz bilan birinchi marta telefonlashganimda где-то 15 kuncha oldin 15 martagacha qatnayib turdim. Nima sabab? Hozir nimadir bo'lib, o'zim uyda ramashkadan klizma qildim, ramashkani o'zidan. Klizma qilganimdan keyinmi, menimcha shu yordam berdi, boshqa dori-pori ichmadim. Shu yordam berdi. Hozir 3 martaga tushib qoldi. Xo'p, jalbam bo'lsa, bilgingiz. Qon kelishi, ring bormi? ring bor, Qon bor, og'riq bor. og'riq bor. Qaysi tomonda og'riysiz? Yo'g'onchak. Yo, bilaman, qaysi taraf? Mash tomon bilan, mash pastda. Chap taraf hamisha edi. Onda sonda mash o'ng tarafda ham. Yotdingizmi больницada? Hop, 1 yil ichida. fevral oyida kelib yotdim. Proktologiyada yotdim. Nima o'zgardi? O'zgarish ich suyuqliklarda u qotdi. Shilta kelardi. Shilta shu klizmadan keyin qanaqa holat bo'lsa, o'shandoq kelardi, shu o'tardi. U qotdi. Qon bilan yering где-то 2 oygacha to'xtadi. 2 oydan keyin yana boshlandi. Ha, davolash muddatimiz 10 kun. 10 kunda ichida 9 kun davomida klizma qilib ichagingiz tozalanadi. Kolonoskopiyaga qilingan holatga keltiriladi. Yaxshilab tozalanadi 9 kun ichida va o'sha ichkarida turgan mana bu yaralaringizni qotirayotgan dori beriladi. Mayda ukol, tabletka bermayman, o'zimiz tayyorlaydigan maxsus giyohdan damlamalarim bor. O'sha damlamalar mana buni yarani bitkazib beradi. Faqat buni sharti ichaydi ichida bug' bo'lmasligi kerak. Axlat bo'lmasligi kerak. Bo'ldi shu. Shu ishni qilgandan keyin tezlashadi ishimiz. Bir xillari 10 kunda tuzalib ketadi, bir xillari 2 martada, 3 marta kelganda tuzaladi. Mana shunday holat. Kim og'ir kelsa, sal muddat uzoqroq. Kim boyagida sizga o'xshab turib, yilni boshida keldim, bo'lib qoldim deb kelsa, mana hozir 5 yilligim borda. 5 yildan beri yuribman. U 5 yildan yuraman degani, u tez bitadigan ish emas. Bitsa, nur ustiga do'ppimizni osmonga otamiz. O'rtacha hisob bo'yicha 1-2 marta qatnaydi-da, 10 kun. Meni holatim qanaqa holat? Yengilmi? Chunki siz yaqinda boshladingiz, hali yarangiz chuqurlashib ketmagan. Yara sayoz turibdi. Dori shundayki, uni xususiyati masalan 1000 ta yarangiz bo'lsa yoki 500 tami, 10 tami qanday bo'lsa, shuning ichida chuqurlari ham bor, sayozlari ham bor. Birinchi navbatda sayozlar bitib ketadi. Chuqurlar esa sayozlashadi. Shu arada 10 kun ichida bo'lsa, agar o'zi sayozlashib oxiriga yetmasa, demak o'sha yerdan kelib turadi baribir. Shilta. Agar u ham qoplanib, boyagidek qilib teri qoplansa, o'zini anaqa bitib ketsa, xuddi tizzani yarasiga o'xshagan bitib ketsa bo'ldi. Siz o'zi normal odamlarga o'xshab yozila boshlaysiz, axlatda hech qanaqa iring ko'rinmaydi. Va bu tuzaldi degani, ya'ni 2 oydan keyin qo'zg'ab qoldi degani emas bu. Mana shu o'ta qo'rqitayotgan narsa qonni. Yo'q, qo'zg'ab qoldi bu. Masalan, salafat, sulfasalazin yoki bir hammasidan bor ichganmi? Ichganingiz u prosta jarayonni bir qanaqadir zamorozka qilib turadi. Sekinlashtirib turadi xolos. Uni bitkazmaydi. Shuning uchun 2 oygacha amallatib turadi, undan keyin 2 oydan keyin yana boshlanadi. Hammasidan ichib ko'rdim-da, bir siz mijoz bo'lib qolasizda. Постоянный doriga muhtoj mijoz bo'lib qolasiz. Mendagilar tuzalatda ketadi, bo'ldi, unutdi keyin. Inshaalloh. Mehmonga kelay. Mehmonga kelishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimansiz doktor? Rahmat. Alijonov Habibullo, Namangan shahri, Namangan tuman.
27-iyul kuni 26-yil keldingiz. Tashxis yarali kalit. 1 yildan beri kasalman deb yozibsiz. Yozilishim 3-4 marta bir kunda deb yozgansiz. Nima o'zgardi? Yozilish bir martaga tushib qoldi. Bir marta. Qon-ring bor axlatimda deb yozibsiz. Bor edi. Hozir yo'q. Yo'q. Kindik atrofida og'rig'im bor. Og'riq bor edi haqiqatdan. Endichi. Hozir yo'q. Yo'qib ketdi. Xudoga shukr. Shikoyatlaringizda hozir 3 ta shikoyat yozgansiz va 3 ta shikoyatni inkor etyapsiz. Yo'q bo'ldi deyapsiz. Haqiqatdan yo'q bo'ldi-da. Salomat bo'ling. Meni mehnatimdan rozimisiz? Roziman albatta. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Roziman albatta. Endi bundan buyog'iga o'zingizni ehtiyot qilasiz. Kalit kasalligi juda murakkab kasallik. Mana siz borib kelib, mana 1 yil ichida uddasidan chiqmadingiz. Больницаlar qilolmaydi bu ishni. To'g'ri. To'g'rimi gapim? Aqqa yugurdim, foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi. Buni bilaman. Foyda topdingiz, bo'ldi. Bundan buyog'iga faqatgina 6 oy ichida tursangiz bo'ldi. Parhezga. Parhez. Ya'ni parhezda meva-cheva yemaysiz, sut qatiq ichmay turasiz. Va kalla go'sht, qazi qatira yemaysiz. Eng og'ir ovqatlar yemay turasiz. Osh mumkin, manti mumkin, hamma narsa mumkin. Faqat kalla go'sht. Xo'p bo'ladi. Juda og'irlik qiladi, ichingiz ko'tarolmaydi buni hali. Ichi ustlari qoplanib, yaralarda izi qolgan. Bitgan, izi qolgan xolos. Ana shu izi ham silliq bo'lib ketguncha bir 6 oy vaqt kerak. Chidaymiz. Maylimi? Qutulsak bo'ldi shu. Chidaymiz inshaalloh. Demak, mehnatimga rozisiz. Bundan buyog'iga o'zingiz ehtiyot qiling. Qo'lingizga klizmaga giyohlar berib yuboraman. O'sha giyohlarda 1 oy davomida ishlatib turasizda, keyin telefon qilib ahvolingiz to'g'risida ma'lumot berasiz. Masalan, birinchi kunlari boshlab, masalan, 1-2 hafta bir kun kuniga qilib turasiz. Keyin asta-asta 2 kunga o'tib olasiz. Undan keyin 3 kunda bir martaga o'tib olasiz va shu bilan o'zingiz bemalol yozilishingiz ko'p bo'lishi kerak-da. O kelganingizda qilib bunchagina narsa emas, anchagina yozilish kerak. Shunda o'sha odam ichidagi kun bo'yi yiqqan narsasini chiqarib tashlash kerak. Ana o'shanda polni ichagiga tushgan bo'ladi. Taxmin aytyapman, xolos bu. Tushunayapsizmi? Ichingizda qolgan zahoti mana yeringizga to'planib qolsa, axlat, ana o'shanda og'riq bera boshlaydi. Chunki ichak uni chiqarilmagani uchun menda ishib qoladi-da, qorin yoki kindik tagida ishib qoladi. Ana shuni hisobiga og'riq beradi. Yara bo'lsa, balkim. Ana shunday. Ana shu narsalar tushyaptimi? Og'riq sezmayapsizmi? Axlatingizda ring yo'qmi? Qon yo'qmi? Bo'ldi. Men kalitni davolay bildim. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling.